agar ayol mendan Alloh shu ishni qilsam rozi bo'ladi deb turib erini yashaydigan uyini supursa, Ka'bai muazzamani ichini supurgandek savob oladi degan. O'zi shunda ham supuradi. Meni uyim deydida, ayollar doim pokiza tutadi-yu. U aytsinki, bu meni erimning uyi. Buni men Alloh uchun pokiza tutishim kerak deb turib supursa, Ka'bani supurganda savobini olar ekan. Ko'rdingizmi, maqsad to'g'ri bo'lsa qanchalik savobga ega bo'ladi. Erim so'ymasin, o'rtamizda unaqa bo'lmasin, falonda qaydi deb turib norozi bo'lib supursa, hech narsa olmaydi. Maqsadda Alloh qilsa, bundan katta hadiya yo'q ekan.